Assalomu alaykum Shahzoda mebellar kuzatib boruvchilari. Ko'rib turganingizdek, bir xonadonimizga o'xli mebel o'rnatib berdik. Xo'p, bu mebelimizni material akril yasalgan. Tepa va pastki qavatlari ruchkalari bor, o'rta qavati bezruchka hayfiy fasonda qilingan. Bu klientimizning xohishlariga ko'ra kapuchino bilan oq rangga kombinatsiya qilingan akrilda. Xo'p, mebelimizni razmerlari 4 metr 30 cm, balandligi 2 metr 85 cm. Bir boshdan ko'rsatadigan bo'lsak, barcha domlarda bo'lganidek mana shunaqa do'kon trapplinasi bor. Uni chiroyli qilib yopib, shirka qilib berganmiz. Uni tagida kirmoshina joylashgan, tepasida ham o'zining xonasi bor. Xo'p, ishchi stolga o'tadigan bo'lsak, boshlanishida rakvina, uni tagida ham bo'lsa chelagi bor, o'zini tepa qavatida bo'lsa shunaqa sushilkasi o'rnatilgan. Xo'p, undan keyingilikda tortma qatori bor. Birinchi qatorida shunaqa boshqa qatorlarni qo'yib berganmiz. Tortma mexanizmlari mana shunaqa невидимка deydi, lekin buni aytilishi o'zi tandem mexanizm hisoblanadi. Bu 50 kggacha yuk ko'taradi. Ko'rishingiz mumkin. Xonalarda barchasida o'zining polkalari bor. Undan keyingi o'rta qatori mana shunaqa gaz, duxovka va dimoxod joylashgan qatori. Bu pishirib kuydir uchun ko'rishingiz mumkin. Dimoxodlari sensorli bo'ladi. Bu nimaga kerak? Mana qo'l yog' bo'lganida, qo'l tekkizganda ham sensorlar ishlamay qoladi. Shuning uchun shunaqa havoda oladi o'zi. Ko'rishingiz mumkin, Immer firmasini bu mahsulotlari, mana shu uchala narsalar sifati lekin a'lo darajada ishlashlari yaxshi. Bezruchkani qanday ochib yopiladi, mana shunaqalar, misol uchun to'klar so'rishga to'g'ri kelib qolgan yoki mana shu joylarga ishimiz tushganda deganda push mexanizm qo'yib berganmiz. Lekin bu taraflarga push mexanizm qo'ymaganmiz, sababi u narsa uncha uzoqqa bormayapti. Shunaqa bezruchka yasalganda mexanizmsiz tagidan ochib yopiladi. Ko'rishingiz mumkin, kattagina ichki stolimiz bor. Bu stolda bemalol ovqatlarni, misol uchun bironta pishiriq bo'ladimi, bemalol ishlab o'sha narsalarni ishchi stoliga sig'dirish mumkin. Bu tarafida ham joy bor. Bu orasini ajratib turishimiz kerak. Ba'zi birlarda ko'rib qolamiz, o'sha o'rtasida joy bo'lmaydi. Bu yaqin kelib qolsa bir-biriga bundan yog' sachlasa, bundan soda sovunga o'xshagan narsalarni suv sachlab ovqatga tushishi mumkin. Shuning uchun обязательно o'rtasida joy bo'lishi kerak. Keyin shunaqa sensorli svetodiod led lampalar qo'yib berganmiz. Bu nimaga kerak? Bu masalan uchun svetlar yoqmasdan turib ham mana shunday yorug'ligida bir narsani pishirishga, kuydirishga, isitishga, deylik, mana shu ishlash uchun ko'zni charchatmaydi, chunki ko'zga urmaydi. Bu to'g'ridan qaraganda faqat pastga o'tadi. Shuning uchun bu shunaqa narsa nihoyatda kerak bo'ladi. Buni ko'rinadigan barcha fasadli taraflari ham ikki yoni tepa tarafi ham akrildan qilingan. Ba'zi birlar ko'rib qolamiz, o'sha MDFdan bo'ladi, lekin bizlar ishlarda mana shunaqa akril ishlatiladi. Xo'p, Xolodilnigimiz LG firmasiniki 1 litr motorli, ya'ni воздушный bu, havoda o'zi ishlaydigan. Ammiak nima deydi? Ammiak moddasi ishlamaydi havoda. Hozir shunaqa narsalar muzlamaydi, ya'ni ichi ovqatlarni bir xil temperaturada sovutadi. Mana tepasi qavatlarni ko'rishingiz mumkin. Bunda katta xonasi bor, ya'ni chuqurligi 70 cm-lik, har bitta xonasining chuqurligi 40 ta 50 cm-lik. Bunda kattaroq narsalarni, masalan, manti qozon, kastrul shunaqa narsalar bemalol joylashadi. Bu dom bo'lgani uchun ham barcha xonalari kerak bo'ladi, chunki parlar yo'q, domlarda mana shu narsalar, mana shu tepa qavatlariga ko'rishingiz mumkin. Mana kattagina xonasi, bu sklad vazifasini bajaradi. Bemalol ichiga narsalarni qo'yib, joylashtirib, to'ldirishingiz mumkin. Anchagina ixchamlashtirib beradi. Xo'p. Narxga keladigan bo'lsak, mana shu 4 metr 30 cm va balandligi 2 metr 85 cm hisoblangan oshxona mebelimiz 17 million so'mga chiqqan. Buning ichida rakvinasi, o'sha musor chelagi, sushilka va qoshiq padronlari bonus tariqasida va dastavka o'rnatish xizmatlari ham o'sha
bonuslarni ichida. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, Shahrisabz mebellari kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Bizdan videoga like bosing, izoh yozing va bizga murojaat qilsangiz, mana shu Qashqadaryo bo'yicha eng kamida xizmatlarimiz yo'lga qo'yilgan, chiroyli qilib o'rnatib sizlarga xizmat ko'rsatishdan minnatdor bo'lamiz. Rahmat.